Shu desaylar devichka xollar, Rossiyada yashasak ham qo'ni-qo'shnilar bilan kirdi-chiqdi qilamiz desam ishonasizlarmi? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Men har doim aytadigan gapim, inson o'zi xohlasa, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi xohlaganday atmosferani yarata oladi. Ya'ni men o'zim o'zbekligimizni unutmagan holda Rossiyada bo'lsak ham, shu joyda tanishgan devichka xollar bilan yaxshi-yomon kunlarimizda bir-birimizni yo'qlaymiz. Ya'ni yomon kun deganda xayollaringga boshqa narsa kelmasin. Betob bo'lganimizda demoqchi edim. O'zi aslida biz o'zbeklarni butun dunyoga tanitgan narsa bu bir-birimiz bilan oqibatliligimiz emasmi? Nima deb o'ylaysizlar? Sizlar bilan gaplashib, vaqt qanaqangi o'tganini ham bilmasdan somsalarni ham tigib oldim. Endi duxovkaga solib qo'yib, sehrli qo'llarimni ishga solib 1 2 3 deb hamma joyini tozalab, somsa pishguncha bekor o'tirmasdan kir yuvish mashinasini ichini tozalab olaman. Menimcha hammani uyda shunaqangi rezinkasini orasiga kir to'planib, kir mashinani ichi sasiydi. Bunda esa men doim bavidan foydalanaman. Ya'ni 2-3 qoshiq solamanda issiqlik gradusini 90 gradusga qo'yib, 1 soatga yuvishga jo'natib yubordimda, bu orada pishgan somsalarni olib shunaqangi одноразовый idishga soldim, chunki tarelkasini qaytarmasini og'ira bo'lib deb, keyin 2 dona qo'shnimda ham uyiga hidi kirgan bo'lsa kerak deb 2 dona qo'shnimga ham solib uzatib yubordim. Chiqib ketayotib sizlarga kir mashinani bitta ko'rsatib qo'ymasam bo'lmaydi deb ko'rsatdim. Buni qaranglar, oralarini xuddi yangidek bo'lib qopti. Hidlaridan asar ham qolmabdi. Sizlar ham albatta sinab ko'ringlar. Uydan ham chiqib oldim, qo'shnimizga uzatib, keyin Jechan yeryoqda yashaydigan, Rossiyada tanishib, opam deb bo'lib ketgan insonimni dadalari O'zbekistondan kelgan ekan. Ularni ham somsa bilan yo'qlab, ana endi bolalarni bog'chadan olishga chiqdim. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, oqibatli o'zbegim uchun yurakchani qizartirib, tez-tez ko'rishib turishlik uchun obuna bo'lishni unutmang.